Kastingdan keyin o'zim tanimagan, o'zim bilmagan qarindoshlarim chiqish boshladi. Kommentariyalar yozishyapti-da. Sizlar deyapti, xato o'ylagansizlar. Onang u mamlaqa, unaqa. Yo'q, biz o'ylab gapirmayapmiz hech narsani. Biz ko'rib o'zimiz hayotimizda bo'lgan narsani gapirdik-da. Endi men haqiqatni gapirganim o'ta to'g'risi ota-onamga ham yoqmadi. Qattan bildim chunki bizga yozishdi, omadingni bersin, nima bo'lgan taqdirda ham men senga ishonaman degan gap so'z o'rniga men faqatgina shu so'zlarni teskarisini eshitdim. Qarg'ashdek gap bo'ldi-da. Lekin men e'tiborga olmadim emas. Ularni kechirdim, chunki nima qilgan bo'lsa ham meni tuqqan onam, dunyoga keltirgan otam. Xullas biz ota-onamizdan shunaqa tajriba oldik. Katta bo'lganda farzandlarimizni shu oldingi intervyuda ham yo anunda ham aytganman. Uylansangiz ota sifatida qo'ygan eng katta maqsadingiz nima? Farzandim birov ota-onasini ko'rganda men ota-onam shunaqa bo'lishini istayman demaslik kerak. Hali ham o'sha fikrimda qolaman.